أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وتكبير التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تشريق كلردا هيكن وتشريق كلرا أم استدمجش مش هذا المقصد. تكبير ايتش سيغسي مش طريقة بولدور ماشي. البته barliq ulamoning ijmosi bilan tashriq kunlarida takbir aytish yo'l qo'yilgan mashru bir ish. Hoji olsun yoki boshqa diyorlarda turayotgan odatdagi hoji emas kishilar olsun, hammasini haqida yo'l qo'yilgan bir ish. Yani shu ayyam tashriq va qurbon hayit kunlari fazilatli kunlar bo'lg'achqa, Zulhajjining 10 kunimi Qur'on Karimda val fajr va layalin ashr deb Alloh taolo qasam qilgan, sha'nini ko'targan fazilatli kunlar bo'lg'achqa, Arafat kuni shunda fazilatli kun bo'lg'achqa, Yawmun Nahr va Mina kunlari shunda Alloh taoloni zikr qilib turgan, ulug'lab turgan kun bo'lg'achqa, bu kunlarda qilgan taat ibodatning fazilatining kattaligi haqida oyatda va hadislarda ko'rsatilgan. Mesela ayyamul ashr desak, vel fajr ve layalin ashr. Yana ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام معلومات أيام العشر. واذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق. يعني hadislarda mushu 10 kun va undan keyingi 3 kunning fazilati haqida hadislar kelgan. Masalan, Ali ibn Abbas radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr." قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. Mushkillarda qilgan ibodatlar fazilatini katta. Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan ibodatlar sanaldi. Sahoba kiramlarning nazarida jihad eng fazilatli ish bo'lg'achqa, jihadmi mush darajada bo'lamamdi deb so'ragan chog'da Rasululloh dedi: "Valal jihadu fi sabilillah." Jihadmi mushkillardagi amal ibodatning darajasiga yetolmaydi. İlla rajulun kharaja bi nafsihi ve malihi thumma lam yarji' bi shay'in min zalik. Faqat lamamda jihad qilish uchun o'zini, mol-mulkini Alloh yo'lida atab jihadga qilinib, o'zini qaytmagan, mol-mulkini qaytmagan, ashundalarni Alloh yo'lida qurbon bo'lgan, hamma narsani qurbon qilgan bir kishi bo'lib qolsa, mushu fazilat jihatdan ortib qo'yish uchun undan boshqasi ma'noga yetmaydi degan. Sahih Buxoriy rivoyat qilgan. Yani İbn Ömer radıyallahu anh rivayet hadiste qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu ve la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'kthiru fihinna min at-tahlil ve't-tekbir ve't-tahmid." Şuna mushkillada tahlil, yani la ilahe illallah, ve't-tekbir, Allahu ekber, ve't-tahmid ve lillahil hamd degandek mushunda zikrlarni ko'p qilinglar degan. Yani mushad ismi bir tarafdan shu ayyamut tashriq va ayyamul ashrda takbir aytishninki Allohdan ko'p zikr qilishning dalili. Wa an Nubaysha al-Hudali radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ayyamut tashriq ayyamu aklin va shurbin va zikrillohi azza va jalla." Ayyam tashriq, yani bunun içinde hayit günü mü albatta? Tagliban mı hayit günü mü? Kirib ketadi. İslahi jihatdan esa tashriq kunlari aytan 2-chi, 3-chi, 4-chi kuni qurbaytmi. Lekin odatda shu qurbaytmi kirib ketadi. Umumroq ma'nosida esa yeb ishib va Allohdan zikr qiladigan kunlar edi. Sahih Muslim rivoyati. Ham zikrulloh azza va jalla takbir bor. Yani İmam Buxoriy Sayyid rivoyat qilgan tafsirda qala Ibn Abbas radhiyallohu anhuma: "Vezkurulloha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashr vel ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq" deb tafsir qilgan. An mushahanafi mazhab tanlagan mushu takbir siyg'isi bu Hazrati Umar va Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlardan kelgan siyg'a.
İmam Ahmad, İshaq ve Savri'limi muşunda tariqida takbir aytido deb qaragan. Maktabdimi ve huve mezhebu Ali ve ibn Mas'ud dedi. Ali ve Umar ve ibn Mas'ud radıyallahu anhulardan kelgan. İmam Malik ve Şafii bula Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. İşletim Allahu ekberni xata chiziblan bo'ldi qildi degan. İmam Malik shunda dedi. Bu ham İbn Abbas ve Hasan Basri'de rivayet qilingan. Shu oyatda "Vali tukabbirullaha ala ma hadakum" degan ekan, o'sha yerda takbir aytishlam ba deb qaragan bo'lgan. Lekin Hanafi mazhabdagilar va jumhur "Vali tukabbirullaha ala ma hadakum" ya takbir so'zi takbir ve tahlil ve tahmid qatorliq umumyuzlik ulug'lash mazmunini ko'rsatgan so'z. Takbir lafziga xos emas deb qaragan va undan boshqa ashab kiramdan kelgan asarlar tayinlangan. Lekin İmam Şafii rahmetullohi alayhi o'sha Allohu akbar deb 3 qatim takror deyotgandan keyingi ulab xohlagancha zikr, tasbih, tahlil va Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durud aytib xohlagancha zikr qilsa bo'ladi degan. Mesela El-Um degan kitobda debto ve in zada ziyadatan falyaqul ba'da salat Allahu ekber kabira velhamdulillahi kathira ve subhanallahi bukratan ve asila la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah mukhlisina lehu'd-din ve lev karihal kafirun la ilahe illallah vahdah sadaqa wa'dah ve nasara 'abdah ve hazama al-ahzaba vahdah la ilahe illallah vallahu ekber. Muşunda tariqida ortiqisi bo'ladi. Undan boshqa Mısırlıkla Peygamber Sallallahu ve aile tavabatı sahabe kiramlarga durud ve salam yollashni qatudu. Bu Şafii mazhabiga ko'ra jaiz. Çünkü bu yerda mushundalan takbir aytsa undan boshqa takbir zikr aytsa nima qilsam bo'lmaydi degan bir masala yo'q. Sahabe kiramlardan kelganga unda qattiq ixtiyoriy holatda Alloh taolani ulug'lash va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam durud aytsa bo'ladi deb qo'ygan. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan kelgan rivayette Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber kabira, Allahu ekber kabira, Allahu ekber ve ecel, Allahu ekber ve lillahil hamd kelgan. Bu bir xil takbir usullar. Yani İbn Ömer radıyallahu anhu'dan Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir deb kelgan. Yani Salman el-Farisi radıyallahu anhu'dan say senatından kelgan rivayette Kebbirullah Allah Teala tekbir ettinlar deb Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber kebira degan siga kelibdi. Tabi'illardan Al-Hakam ibn Utayba ve Hammad bular bu yerda islom belgilab qo'ygan bir siga yo'q. Xohlagancha Alloh taolani ulug'lab zikr tasbih etib bo'ldi deb qaragan. Lekin de Hanafi mazhabiniki bu tanlagan siga usuli Hazreti Ömer xalifa, Hazreti Ali xalifa, İbn Mas'ud katta ulama sahabildan şeylerning kelgan rivoyatga tayangan bo'lsa, bu bir asrga agishgan. Balki bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytgan chog'da bu sahobalarning o'rgangan va xalifalar shuni boshqalarga o'rgatgan bo'lsa, marfu'ning hukmida bo'lishi mumkin deb salafga agashganlik va hadisning hukmida bo'ladi deb qarag'anlikdan tutgan bo'lishi mumkin. Yani maktabda bu şu Allahu ekber bu şu Hanafi mazhab tanlagan siğinin kelib chiqishini mana bir qamlashtirib rivoyat qilgan bir gapni aytibdi. Buni kelib chiqishi jarayonini so'zlab. Nereden kelgan bu mushil xil takbir desa, val aslu fihi ma ruya fi qissati az-Zabih alayhissalam. Zabih alayhissalam rajih qarashda İsmail alayhissalam. Sahabiyan qarashim bor, lekin ko'pchilik ulamolar İsmail deb qaraydi. في قصة الذبيح عليه السلام أن الخليل عليه السلام لما أخذ في مقدمات الذبح جاءه جبريل عليه السلام بالفداء فلما انتهى إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة فقال الله أكبر الله أكبر فسمعه إبراهيم عليه السلام فرفع رأسه فلما علم أنه جاء بالفداء قال لا إله إلا الله والله أكبر فسمع الذبيح فقال الله أكبر ولله الحمد بغض قتل قلبه فصار سنة إلى يوم القيامة Şundan kıyamet gün kadar bunda sünnet bulup gitti. Elbette bu hecbaliydi. Asasen İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın sünnetleri. Nesilde. Lekin bu rivayet fuqahalar kitaplarda adet bayan kılıp kıldan rivayet bolsunmu, hadis kitaplarda sahih senedden rivayet kılmagan. Belki hem de bazı meddahlınınki, bazı gepten kişilerinin qamlashtirib to'qivagan rivayetler bo'lishi mumkin. قال وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار
Hozir bu yerda takbir aytishning bir xil ahvolda vojib ekanligini bayon qiladi, hukmini bayon qildi. Takbir aytish ikkiga ayrildi. Takbir muqayyad degani shu. Farz namozlardan keyin aytiladigan takbir, takbir mutlaq, qachon xohlagan chog'da ko'chada o'tib, uyda turib, darsxonada turib, bozorda turib, to'litilgan ixtiyoriy takbir. İhtiyari takbir albatta nada to'lisa, aynan sunnat mustahab hisoblanadi. Ammo niyat bayon qilgani vojib degani farz namozlardan keyin tashrih kunlari, Eid namozi va tashrih kunlarida to'laydigan takbir. Bu takbirni shaharlarda turayotgan erlar jamoati farz namozni o'qigandan keyin to'lishi vojib dedi. Aqib salavatul mafrudat esa nafl namoz o'qigandan keyin to'lash yo'q degan bo'ldi. Imom Shafiy rahmatullohi alayh nafl namozdan keyin to'laydi degan. Jamoat rijal muqimin desa ayollarning jamoati bo'lib qolsa to'lmaydi degan. Al muqimin bil amsar musafirlar bo'lib qolsa to'lmaydi degan. Amma al-wujud vojib degan hukm kelsak, fali qawlihi ta'ala va zkurulloha fi ayyamin ma'dudat. Mushu buyruq vojib hukm ko'rsatdi. الأيام المعدودات جنة قيل المراد تكبير التشريق تشريق كل ده تشريق كل ده تكبير إيتش مش ذكر جنة ده تشريق لنغان سيد البخاري ده ابن عباس رضي الله عنه أيام التشريق ده تشريق غان وقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع مش هذا ما شنو كوسدو يعني تشريق kunlari takbir aytishning vojibligini ko'rsatdi demoqchi. Bu hadisni biz burun tahrij qilib bo'lgan. Qala va tashriqu huwa takbir. Tashriq degan so'z aslida yiltizida lug'atda nadin kelgan degan masalada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh tashriq degan so'z takbir ma'nosini ko'rsatdi. Unda bir narsani cho'ngaytirish degan ma'noda debdi. Naqlan anil Khalili va Nadr ibn Shumayl Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi bu en qadimki va katta lug'atshunoslarning biri. Nadr ibn Shumayl shunda mush ikkalandan tashriq degan so'z bunda takbir ma'nosini bildirdi deganligi rivoyat qilingan, naql qilingan. Chunki bu tashriq degan so'z zuhurdan kelgandir. Bunda bir narsani chiqib o'tirib chiqqanligini. Masalan, mashriq desa kun chiqish taraf deymiz-ku, ashraqat degan shunda yo'ritganligini ko'rsatdi. Bir narsani o'tirib chiqib, shunda yo'g'inganligini bildirgan so'z demakchi. Lekin lug'atshunoslarning ko'p qismi tashriq degan so'z shu oftobga, kun chiqishga yo'rg'on munosabatli so'z. Hayit kuni va hayitning keyin kunlarda qurbonlikning go'shtlarini oftob qisilib, qoqlab quritilgan bo'lg'achqa tashriq degan so'z aslida go'shtni oftob qisilib quritish degandan kelgan. Yani şu kunlarda ayyam tashriqda go'shtni qoqlash kunlari degan ma'noda tushungan. Ularning bu lug'atshunoslar o'tiriki tadqiqot. Va mithluhu an Ali radhiyallohu anhu. Ali radhiyallohu anhu dummo munda tashriq degan so'zning takbir ma'nosida bo'lganligi rivoyat qilingan demakchi. Ana shada demak yo'g'ini la juma va la takbirat at-tashriq va la fitr deb munda tushunmaymiz mushadisni. Nafahu thumma awjabahu degan mushadisda oldi bilan la deb bir nafiy qilyapti, keyin ondan illa fi misrin jamada isbat qildimi. An-nafi wal isbat bu qat'iy ta'kidlashni bildirdi. Va misluhu yaqtadil wujub. Lekin mushunda bir ibora bilan kelgan ko'rsatma bo'lsa, vojiblikni bildirdi. Bu albatta usul fiqhida vojiblikni, farzlikni bildirgan siyg'alar shu to'xtalganda bayon qilinishi mumkin. Kal fitr val adha, ro'za namozi va qurbon namoziga o'xshash vojiblikni ko'rsatdi. Ham shu bir qatorda sizlig'i bo'ladi. Qala va amma baqiyatu ash-shara'iti fa madhhabu Abi Hanifa radhiyallohu anhu. Endi shu muxtorning lafzidagi boshqa shartlar as-salawatul mafrudat Cemaat rijal al-muqimin bil amsar deganlar Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qo'ygan shartlar. Va qala endi ikki shogirdi bu shartlarni qo'ymadi.
İşkiden daptu yecibu ala kulli men sallal mektubata li'ennehu teba'un leha feyecibu ala men yuaddiha. Farz namazlarını lan okuyan kişi olsa cemaat olarak okusun, yalnız okusun. Erler cemaat olsun, ayallar cemaat olsun, mukim olsun, misafir olsun, farz namaz okuyan kişi tekbir dolaydı dedi. Bu köpçülük ulemalarının karşı. Veli Ebi Hanife'te ma ravayna. İmam Ebu Hanife yukarıda biz rivayet kılgan hadiske tayangan. Fi Mısır'ın cami' dedi o. Lekin cemaat-i rical salavat-ı mafrudat diyende belki ma rivayet onu gözetmemiz gerek. Qala ve li'ennel cehre bittekbiri khilaful asl. Yani bir taraftan akli delil tekbirini üllük to'lash asli qoida xilaf kelgan. İzil aslu el-ihfa. Çünkü aslida foyda bu zikr, mesela tekbir, tahlil, mushunda zikrlarni qilishda asli qoida maxfiy qilish. Asosiy qoida. Qala Taala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Khufya deganim shu. Ve qala sallallohu alayhi vasallam hayrul zikril khafi. Bu ajra hadis. Yana bir oyatda وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Muşuma mahfi dişin asas kelimini gösteren dili. قال وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الرِّيَاءِ. Yani bir taraftan şu işi de zikir kıysa bu riyadan hali jirakrak buldu. وَالسُنَّةُ وَرَدَتْ بِالْجَهْرِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ. Yani aslında biz muşi tekbirlerini mu işimizde kılışımız gerekti asıl kayıt boyunca. Lekin sünnette üllük tekbire etiş farz namazlardan keyin unda tekbire etib kelgan bo'lg'achqa biz mushuningga ma'qul deb boshligida qabul qildik. Lekin uningdan boshqa zikr qilish holatlari o'sha ishida qilish holatida qolib qoladi demoqchi. Fayabqa ma wara'aha 'ala al-asl wa yajibu 'ala an-nisa'i idha iqtadayna bir-rijal. Ayollarni erlarga itlaq qilsa erlarga agishib tekbir to'laydi. Lekin ishidrak to'laydi, vaqirab to'lamaydi. Lekin yolg'iz jamoatlar o'qib qolsa tekbir to'lamaydi. Vel musafiri idza iqtada bil muqimi tab'an. Va yajib 'ala al musafiri idza iqtada bil muqimi tab'an. Musafirmi muqimga itlaq qilsa, shunga agashgan bo'lg'achqa tekbirni agishib o'qiydi. Lekin musafirlar o'zi bir jamoatlar o'qigan bo'lsa ya yalnız o'qigan bo'lsa farz namozdan keyin tekbir to'lash yo'q. قال من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر 8 صلوات. Arafat günü bamdat namazından keyin tekbir etishni başlasak, Eidning birinchi kuni asr namozidan keyin tekbir to'lab to'xtaymiz. Arafat günü 5 namoz, Eidning birinchi kuni 3 namoz, 8 namoz bo'ldi deydi. Bu Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinki qarışı 8 namazdan keyin tekbir to'laymiz, undan keyin to'xtamaymiz deydi. Ve qala ila asr ahir ayyam at-tashriq. Ayyam at-tashriq kunlarining 4-chi kuni asr namozdan keyin to'lib to'xtaymiz debdi. 23 salat. 23 namoz bo'lgan. 4 kunda 5 namozdan 20 namoz, Eidning 4-chi kuni 3 namoz, 23. وهو مذهب علي رضي الله عنه مذهب علي وعمر وابن عباس رضي الله عنهم. Bundan ma kitapta bayan qilgani Abu Hanifening qarashida 8 namozdan keyin takbir to'lindi, sahibaning qarashida 23 namozdan keyin takbir to'lindi. Mush qarash Hazrat Umar va Ali ibn Abbas va Thawri va Ahmad va Abi Thawrlardan kelgan qarash. Shafiy mazhabida mush qarashni tanlagan ko'pincha ulamolar. Gerçi boshqa qarashlar bo'lsin. Shafiy mazhabida 3 xil qarash bor. Birisi mush qarash, ikkinchisi mashhur qarashda Eidning birinchi kuni peshning keyin boshlab, 4-chi kuni bomdatdan keyin to'xtadi. Bundan boshqa bir xil qarash bor, 3-chi qarash Shafiy mazhabida. Qala va mazhabuhu, ya'ni mazhab al-imam, mazhabu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Yu'ayyiduhu. Ibn Mas'uddan rivoyat keldi. İmam Abu Hanife shuni oldi. Buni yondashtirib, buni kuchlantirgan yana bir dalil bor dedi. Yu'ayyidu anna al-asl al-ikhfa'u kama taqaddam. Yuqorida bayon qilgandek, asl qoida zikrni ixfa qilish, maxfiy qilish.
فالمسير إلى الأقل جهرا أولى. Ondan keyin ülük to'lashda biz en az miqdorda to'laymiz deymiz. Uni bak dairasini kengaytirmaymiz chunki asl qoida ma'lum. ولهما أنها عبادة. Endi ishkaylan yondashtirib akagan dalil sahoba ikramlarning kelgan rivoyat degan bir dalil, ikkinchisi aqliy dalil bu bir ibodat. Wal ihtiyat fiha al wujub. Endi bu yerda ehtiyot yo'lini tutsak, ortiqroq vaqtlarda vojib desak, shu xotirjam bo'ldi. Biz vojib demay, 8 da vojib, undan boshqa 10 namozda vojib emas deb qolsak, agar vojib bo'lib qolgan bo'lsa, bizning gardimizni qilib qolishni, puxtaroq ishni qilib biz vojib deb qaraymiz dedi. Vakil al-fatwa ala qawlihima. Vakila yani bir mazhab bazı kitaplarda, bazı ulamalar bu masalada Hanifi mazhabda fatvoni sahibining qarishi bo'yicha birimiz deganlar bor edi. Yani bazılar yok imamning qarishi bo'yicha birimiz deyish mumkin. Yani mushunda bir ahvollarda yani imam bir tarafda shogirdi bir tarafda bo'lib qolgan ahvollarda Hanifi mazhab ulamolardan ba'zilari imomni hisoblaydi. Shu mazhabni qurgan kishi ba'zilar ya delilga qaraymiz, delil qaysi kun kuchli bo'lsa, Hanifi mazhab shu vakillik qildi deb qaraydi. Shu miyadimi ba'zilar sahibaning qarashini daliljatin kuchli deb qaragan bo'lsa, mush ishkelanning qarashi bo'yicha fatvo beramiz degan bo'lsin. Qala babu salatul xavf. G'azotlar chiqqan chog'da, dushman bilan chiqqan chog'larda, qo'rqinch ahvollarda o'qiladigan namozning bobi. Qala va hiya an yaj'al al-imam an-nas ta'ifatayn. Anu hozir shu namozningki o'qish usuli, ya'ni Hanifi mazhabda namuna qilib ko'rsatgan o'qish usuli bilan kirib ketdi. Qanday o'qiladi degan masalaga. Aslida Qur'oni Karimda salatul xavf yo'l qo'yilgan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Deb oyog'ida va idza kunta fihim faqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyaqdu aslihatahum deb tafsili jarayonni ko'rsatgan. Hozir o'sha Hanifi mazhabda ko'rsatgan usul, Qur'on Karimda ko'rsatgan usul shu. Bu bunda bir namuna holatda ko'rsatildi. Lekin urushning va qo'rqinchning darajalari, urush vazifa, qo'rqinch ahvollari o'xshash bo'lmasi mumkin. Ba'zi ahvollarda bunda ishga guruhlab namoz o'qiy oladigan, ba'zi unda o'qiy olmaydigan, ba'zi madrasalarni qila olmaydigan. Bunda ahvol bo'lg'achqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dastlab qilib G'azot-u Zatir-Riqa degan shu bir g'azotda salatul xavfni o'qigan. Undan keyin boshqa g'azotlarda ham shunda o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan salatul xavf hadislari, usullari 10 xildan oshadi. Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 20 dan ortiq joyda salatul xavf o'qitgan. Ulamoning statistika qilishicha. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asosan Madinaga hijrat qilib kelgandan keyingi hayoti nimalar ekan? Jihad bilan, g'azot bilan va qo'shin tayyorlash, qo'shin evatishlar o'tgan. Ya'ni har yilda 3 qatim g'azot chiqdi. Xuddi bizning yerda har yilda 3 qatim dengiz bo'yiga chiqsa bo'lmaydigandek. Rasululloh hizmat jihad qilib turdi. Jihad qilmagan taqdirda qo'shinlarni tashkillab jihodga yo'l soldi. So'ng Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'rnini biz unda mutolaa qildik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'rni bitta. Payg'ambar alayhisolamning o'rni jihodda. Ha? Buni bilmasam bo'lmaydi. Shu shoir dedi-ku, har bir payg'ambarning bardir bir hunari, payg'ambar alayhisolamning hunari jihod. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kofirlardan g'animat olgan o'ljin bilan oilasini boqdi va musulmonlarga sarf qildi. Unda bo'zak bo'lmaydi. Ana o'shada Qur'on Karim ko'rsatgan usulga tushirgan va sayyidlarda kelgan bir xil usulni Hanifi mazhab tanlab ko'rsatdi. Bu bo'lsa an yaj'alal imamun nasa ta'ifatayn. İmam ise komandan, en-nas kimler? Mücahitler. Qo'shinlikka janchilarni komandan ikkiga bo'ldi deydi. Taifatun amamal adu, bir guruh dushmanning oldida turadigan gap. Va taifatun yusalli bihim rak'atan in kana musafiran. Yani bir guruhni qishga kelib turib, ular bilan bir rakat o'qiydi. Musafir bo'lib qolsa, ya 2 rakatlik namoz bo'lib qolsa, bunday o'xshash 20 o'qiydi, yani bir rakat o'qiydi. لأنها شطر صلاته وكذلك في الفجر
Ve rek'atan in kana muqiman. Agar 4 rakatlik namoz bo'lib qolsa, 3 rakatlik namoz bo'lib qolsa, 2 rakatni birinchi guruh bilan o'qitadi. Li annahuma shatr. Ve kedalika fil maghrib. Shamda shunda 3 rakatlik namoz bo'lsa-mu, li annaha la taqbalu tansif. 1,5 rakatdan bilgilolgan ekan, dastlabda o'qiganlar 2 rakat o'qishga noil bo'lgan gap. Fakanu al-mujahiduna fi at-ta'ifati al-ula kanu awla li sabqihim. Awla li sabq degan shu. Awla bir rak'atayn li sabqihim. Wa tamdi ila wajhi al-adu. Bular bir rakat yoki 4 rakatlik namoz bo'lsa, 3 rakatlik namoz bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yoki qo'mondan bilan 2 rakatni bir o'qib qilib, yoki namozdan yarmini o'qib qilib, dushmanga qarab qo'g'dab turdi. Va tajiu tilka toifa, faqat namoz o'qimagan, muhofazat tutgan jangchilar kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'mondanning keyinida namoz o'qirdi. Liqawli ta'ala va ta'ti toifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Fayusalli bihim baqiyas salah. Va yusallimu wahdahu. Ikkinchi guruh bilan namozdan qolgan bir rakat yoki xato 2 rakatni o'qitib, qo'mondanning namozi tamom bo'ldi. Shunami? Tamom bo'lganda salom beribdi, imomning namozi tugadi. Undan keyin imomning namozi, qo'mondanning namozi burunqi qanday holat bo'lsa shunda o'qiydi. Shunami? 2 rakat namoz 2 rakat shu joyi medilmay, ma'muda. 4 rakat bo'lsin shunda, lekin oxir turgan jamoat almashgan bo'ldi. Undan keyin bu yerda aziz salatul xavf keyin turgan jangchilarga nisbatan o'zgarish bo'ldi, qo'mondanga nisbatan o'zgarish bo'lmadi. قال ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة. أنا إشكنج قرب كلا إمام بلان نمازن آخرنا وقواغن كين بول محافظة كأسا إمام بلان دسلت كركتنا وقوان قرب خيط كلا نمازن آخرنا قراءة كم مايلام تمام لايدو. نمچن قراءة كم مايدو كين كاغلا لأنهم لاحقون. biz lahiqni unda tushundigan imom bilan namozning 5ida birga bo'lgan, namozni imom bilan birga boshlagan, lekin orliqda ya tartibsiz ketib ya buni qanab ketib, berib tartibsiz orliqida bir rakat qo'ldan ketib qolgan kishidir. Chunki bular lahiqlar. Imom bilan namozni boshlagan, keyin bir rakat qo'ldan ketib qolganlar. Undan keyin imom bilan namozning 5ini boshlagan bo'lgan ekan, bular qiroat qilmay o'qiydi deydi. ويتحرون أن يقفوا مقدار ما وقف الإمام كأنهم خلفه. Bular kelgan chaqda namozning oxirini davomlashtirishga, imom allaqachon namozni tamomlab salom berib qo'ygan bo'lg'achqa, buni kelib namozni tamomlab o'qiydi. Qiroat qilmaylar, namozni tamomlab o'qiydi. Imom qanchalik uzun turgan bo'lsa, mo'lchallab shunchalik turib, jim turib namozni tamomlaydi. Xuddi imomning oxiri turib o'qiganda şekil doğrusunu şundarak okuydu dedi. Qala ve yusallimuna ve yadabun. Bula namazı tamamlab bo'lgandan salom berib ketdi. Va ta'til ukhra fa yutimmuna salatahum bi qira'a. Endi keyin boshqalar buni kelib namozini qiroat bilan tamomlaydi. Chunki bular li'annahum masbuqun. Masbuqun namozning 5iga ulgurmaganlar. Imom bilan namozning oxirini o'qigan. Lekin namozning 5i qo'ldan ketib qolgan. Shu Hanifiy mazhabda imom bilan o'qigan namoz shu imomning nechinchi rakat bo'lsa, shuncha rakat. 3-rakatga ulgurgan bo'lsak, biz 3-rakatni imom bilan o'qib qoldik boshda. Keyin o'zimiz qo'pab o'qigan chaqda 1-2 rakatni o'qiymiz. Chunki hadisda "Idza ataytum salat fa'tuha wa antum tamshun wa la ta'tuha wa antum tas'un, kama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu yakfaqdu" degan. Har ikki rivoyat asosan shu ulgurmagan qo'ldan ketib qolgan rakatni to'liqlab o'qiydi. Birinchi rakat qo'ldan ketganmi? Birinchi rakatni to'liqlab o'qiydi. Birinchi rakat qiroat qilish kerakda, qiroat qildi. Fatiha o'qimaydi ekan. Namoz tugaganiga qadar salom bermaydi. Şu namazın içinde menep berip geldi. Adet fark şu. Lekin salomni namozning oxirida, namozini tamomlaganini berdi. Va yusallimun mana. Bular namozni tamomlagan chaqda salom berdi. Hakaza rawaha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Abdullah ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda tariqida
salatul xavf o'qiganligini rivoyat qildi deydi. Bu Hasan darajada kelgan rivoyatlar. Abdullah ibn Mas'uddan kelgan, Abu Davud va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Lekin Sahih Buxoriyda, Sahih hadisda mushtariqa rivoyat qilingan. Masalan, Sahih Buxoriyda akhbarana Shuayb an az-Zuhri qala sa'altu, ya'ni Shuayb Zuhridan so'rabdi. Hal sallan nabiyyu sallallohu alayhi vasallam yani salatul xavf? Qala akhbarani Salim عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. Sahih Buxoriyda Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan sahih rivoyat. Sabrosa barakat o'qiydi. Sabrosa iskirkadan qasr namoz. Iskirkanning yarmini imom bilan bir guruh o'qisa, yarmini bir guruh o'qiydi. Hali mushu usul, mushunda tariqada o'qish bomba. Uningdan boshqa har xil shaklda o'qish bor sahih hadislarda. 10 xil usul sahih hadislarda kelgan. Hatto Xanda g'azotida vaqt o'tib ketgandan keyin qazo qildi. Mushunimi bir xil salatul xavf deyish mumkin. Yani salatul xavfni dushman bilan bo'lgan jang vaziyati har xil darajada xilma-xil bo'lgan ekan, qo'mondan shu vaziyatga qarab turib, eng munosib shaklda bir xil usulda namoz o'qishi bo'ldi. Ba'zida unda yig'ilib namoz o'qiolmaydigan darajada qolsa, keyin qazosini qildi. G'azotul Ahzab bo'lganda. Yoki ikki guruh bo'lib o'qidi, yoki to'liq ikki guruh bo'lib o'qishi mumkin. Har xil usullar bor. Bu usullarni tafsili ko'rib chiqmoqchi bo'lsanglar, Bidayatul Mujtahidni o'qiysizlar. قال ولو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز. Yani ikinci grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya kumandan namaz tamamlab bo'lgan ekan, keyin kelib o'qisimi imomga ixtiyor qilib o'qimagan ekan, o'zi o'qiydi-ku. Kelib yarni qilib yigitcha o'zining joyi turib bilan o'qishimi mayli deydi. لأن المسبوق كالمنفرد فلم يبقوا في حكم الإمام. Chunki bu ulguramagan kishi keyin namozni to'liqlab o'qishda xuddi yolg'iz o'qigan kishidek bo'ldi. Undan keyin imomga ixtiyor qilgan hukmda bo'lmaydi. Mayli bo'ldi deb tanlash tariqada o'qisin. قال ومن قاتل أو ركب فسد صلاته. Namoz o'qitib urushib qolsa yoki uloqqa minib qolsa, masalan, bir rakat o'qib muhofazat qilishga o'tilgan, shu muhofazatchilikka berib kirishda uloqqa minib ya jibga minib masalan berib qolsa, namoz buzib ketadi. Yoki namozni turib, namoz o'qitib, tam etib tutmagancha turib olsa, namoz buzib ketadi deydi. Bu yerda qo'rqinchlik darajasi normal ahvoldagi gap ma'lum. Lekin nima ruxsat qilgan? Nima? Bir rakatni qo'mondan bilan o'qib, oldi saf ko'tab muhofazat qildi, shu orliqda minib berib kelishga ruxsat qilgan. Lekin hozir uloqqa minishga, urushga ruxsat qilmadi. Ammo endi qo'rqinch darajasini deg irishib ketgan chog'da uloqdan masalan yer tushib qolsa, yo tankidan yer tushib qolsa, chataqsidan bo'lsa, uloqning ustida turib namoz o'qishga ruxsat. Bu bir xil darajasi. Ishoratlar o'qidi o'chog'da. Chunki Alloh taolaning dedida fa in khiftum farijalan aw rukbana. Rukbana degan shu. Uloq mingan holatda. Nima uchun urushib yo uloq minib o'qsa bo'lmaydi desa, li'annahu fa'lun katir. Va nabiy sallallohu alayhi vasallam shug'ila yawmal khandaq an as-salawat hatta qadaha layla. Kun patgandan keyin necha namozni qazo qilgan. Va qala mala Allahu buyutahum va quburahum nara kama shaghaluna an as-salati al-wusta. Walau jazat as-salatu ma'al qital lama akharaha. Urushgan holatda namoz o'qish joiz bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda urush holatda o'qiydi, kechiktirmaydi namozni. لأن الخندق كان بعد الشرعية صلاة الخوف. Çünkü Xandaq g'azoti, g'azotul Ahzab salatul xavf yo'l qo'yilgandan keyin bo'lgan. Fa inna nabiy sallallohu alayhi vasallam salla salatul xavf fi ghazati zat ar-riqa. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dastlab qilib salatul xavfni g'azoti zat ar-riqada o'qigan.
Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma birlikte şu rivayet qilgan. Lekin bu Hanafi mazhabına qarshi. Albatta tarixchilar o'tirda ixtilof bor. G'azvat Zatir Riqa hijratning 4-5-yili bo'lgan. G'azvatul Xandaq mo hijratning 4-5-yili bo'lgan, 4-yili Shavvol oyida bo'lgan deganda endi rivoyat bo'lg'azqa, qaysi ilgir, qaysi keyin deganda Siyar val Mag'azi ulamolari o'tirda ixtilof bor. Hanafi mazhab G'azvat Zatir Riqa burun bo'ldi, Xandaq keyin bo'ldi demoqchi ekan. Endi Hanafi mazhabning qarashi yo'qda Salatul Xavf yo'l qo'yilgandan keyin Xandaq urushi bo'ldi, shunami? Salatul Xavf degan ma tariqada biz ban qilgan tariqada namoz o'qimadi bu chaqda. Salatul Xavf mansux demaydi. Mujinda jiddiy ahvol bo'lib ketib qolsa, u ishga ko'rib bo'libmi namoz o'qish fursati bo'lmadi. Chunki G'azvat Xandaq dahshatli bir kunlar bo'ldi-ku. Şu ayet şurada وَنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ degandek endi jiddiy ahvol bo'lg'achqa bu yerda unda hech qanday fursat bo'lmadi. Bunda fursat bo'lmasa qazo qiladi. Bu salatul xavfning bir turi. Agar jamoatlar o'qilishga bir qismi muvaffaq turib, bir qismi o'qish fursat bo'lsa, biz bayon qilgandek o'qiydi demakchi. Hakada zakarahu al-Waqidi va ibn Ishaq. Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi bu Siyar val Mag'azi tarixshunoslardan. Al-Mag'azi degan kitobi Ridda degan kitoblari va mushu g'azot jangnomlarning tarixlarini yozgan ulamalardan. Garchi unda hadisshunoslar ishonchsiz deb qarasimi, umuman mushu voqealikni oludi ulamalar shuni fikrini. Ibn Ishaq buning Mag'azi kitoblari va Mag'azi shunoslardan shikaylar unda da qaragan debdi. Ba'zi ulamolar yo'q, G'azvatul Ahzab sal burun bo'lgan deb uni tarjih qilishi mumkin. قال وعن أبي يوسف أنها لا تجوز بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة للأصول. وعن أبي يوسف دقيق سنة أبو يوسف رحمة الله عليه qarshi bir ish qil. Bir qarashda mushahana bir mazhab imomlar bilan billah o'xshash. Va ana abisi imom Abu Yusuf yana bir ojizroq rivoyat kelib qoldi dedim. Ikkinchi bir rivoyat keldi degan gap. Davomli bunda kelib qolsa va an Abi Hanifa va an Muhammad va an Abi Yusuf deb kelib qolsa, ojizroq rivoyatlardan yana birisi kelib qoldi, lekin buning boshqa mush imomlar bilan billah turgan qarashlari bor degan bo'ldi. Abu Yusuf'dan şıkıl qarash keldi. Bir rivayette şu tarafayn bilan billah. Yani bir rivayette bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayat çağda aşında işki bölüp unda o'qish batdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dunyodan ketgandan keyin unda o'qish yo'q. İki imom bo'lib, ayrimlar ikki jamoat bo'lib o'qishi bo'ldi deb qaragan. Bu Hanafi mazhabdan Al-Hasan ibn Ziyadning qarashi. Muxalifa lil usul degani odatda namoz o'qish usuliga ziddan bu. Tamam? Namoz o'qish usulida bir ko'rib berib kelib bunday qilish yo'q. Buning dalili Alloh taolaning so'zi: "Va idza kunta fihim faqamta lahumus salata." Sen aşı mujohidning orasida bo'lganingda, bunda bir qayd qilganlikka bundan dalil muxolifa chiqarsak, ta'tir xumasak nima bo'ldi? Sen ularning orasida bo'lmagan ahvolda unda o'qish yo'q degan bu. Salatul Xavf yo'q degan. Yani Abu Yusuf'ning qarashi Rasulullohdan keyin salatul Xavf degan narsa yo'qmiş. Va javobuhu anna sahabata endi biz Abu Yusuf asli imom Abu Hanifa va jumhur bilan billah bir qarashda. Endi ma rivoyatiga unda javob bermasa, anna sahabata radhiyallohu anhum sallawha bi Tabaristan va hum mutawafiruna min ghayri nakirin min ahadihim fakana ijma'an. Biz sahabe kiramning ijmosi bilan bu tushunishni, bunda tahlilni rad qilamiz. Chunki sahabe kiramlar jihad chiqqan vaqtlarda, futuhatlarda, g'azotlarda salatul xavf o'qigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Masalan, Hazrat Osmon radhiyallohu anhu zamonida Tabariston, ham shu hozirgi Iroq, Ironning shimoli, Kurdiston va Qazvin dengizining atrofi, Ozarbayjon degandek joylar shu yerda g'azotda bo'lgan vaqtida Hazrat Osmonning davrida Sa'id ibn As radhiyallohu anhu qo'mondan qilib bu tarafga lashkar yo'llagan. Mushu mujohidlarning ichida Al-Hasan al-Husayn, Huzayfa, Amr ibn al-As,
radhiyallohu anhular batdi. Shunda bir ahvol duch kelgan chaqda Sa'id ibn al-As radhiyallohu anhu biz hozir jiddiy paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda ahvolda qanday namoz o'qiydi degan chaqda Huzayfa radhiyallohu anhu salatul xavfni bunda o'qiydi deb bayon qilib bergan. Shu bo'yicha xeyli ko'p sonda sahoba kiramlar bor. Undan boshqalar tabiinlar bo'lgan shunda qo'shinda shunda namozni o'qigan. Undan boshqa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu masalan boshqa sahobalar boshqa g'azallar bo'lgan chaqdami? Masalan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu Asfahan tarafni fath qilishga atlangan chaqda shunda salatul xavf o'qigan. Demek sahabe kiramlar hech biri bunga e'tiroz bildirmagan, lekin bu bir xil ijmo bo'ldi deb turgan. Endi bu salatul xavfni Abu Yusuf Rasulullohdan keyin yo'q degan bo'lsa, boshqa mazhabdagi ba'zi ulamolar masalan Maliki mazhabdagi Ibn Majshun, Shafi'i mazhabdagi Imom Muzanilar bu mansux deb turgan. G'azvatul Zatirqada o'qidi, undan keyin G'azvatul Ahzab bo'ldi deydi. G'azvatul Ahzabda unda shaklda o'qish bo'lmadi, undan keyin mansux bo'lib ketdi deganlar bor. Degan biz sahoba kiramning o'qigan ahvolini tutib turib, yo'q mansux emas. Bu shu qo'rqinchning darajalariga qarab bo'lgan ishlar deymiz. Qala va idashtadal khawfu sallaw rukbanan wahdana yumiuna ila jihatin qadaru. Men bayatın idza rakiba fasadat degan tushunama. Yo'da unda qo'rqinch bak ig'irlashgan ahvolda otdan tushmay, uloqdan tushmaylam ishorat bilan namoz o'qishim bo'ldi. Bu chaqda qibla ko'zini degan narsa yo'q. Chunki uloq tushmaydi bu har taraf ko'zdan turadi. Va adamu tavajjuh lid-darura. Qibla ko'zlanmaslik masalasi darurat bo'lganlikdan. Fa aynama tawallu fatamma wajhullah. لأن التكليف بقدر الوسع. Çünkü bu yerda taklif qurbinin yetişi bo'lgan gap. ولا يسعهم تأخيرها حتى يخرج الوقت إلا أن لا يمكنهم الصلاة. أن لا دمشن. إلا أن لا يمكنهم الصلاة. لا diğerini qatib qo'ysanlar bo'ldi. Ana ot qolatdimi o'qiydi, lekin namozga ketgan qadar hech turishga bo'lmaydi. Fakat namoz o'qiolmaydigan darajada ot holatda namoz o'qiolmaydigan bo'lsa, u chaqda kechib turdi. Xuddi masalan G'azvatul Ahzab kechib turgandek. Qala va la tajuzu as-salatu lir-rakibi idza kana taliba. Dushmanni qo'g'layotgan, dushmanning peygi tushgan qo'shin bo'lib qolsa, salatul xavfni uloqdan ustida o'qib bo'lmaydi. Va fi qawli ta'ala fa in khiftum qo'rqib qolsanglar degan bu so'zga qaraydigan bo'lsak, qo'rqib qolsanglar bunda o'qinglar deydi. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bak qat qo'rqib ketgan ahvolda ular ustida o'qsanglar bo'ldi degan. Shu ruxsat qaraydigan bo'lsak, ishada qat qo'rqqan ahvolda ruxsat qilinganligini bilamiz. Lekin dushmanning peygi tushib, oqidan qo'g'lab ketayotgan qo'shin odatda qo'rqinch holatda bo'lmaydi. Düşman qo'rqinch holatida. Chunki musulmonlar qo'rqmagan holatda, aqlni qo'g'layotgan holatda bo'ldi. Shunga ular ustida dushmanni qo'g'layotib namoz o'qish bo'lmaydi. Fa inna at-taliba la yakhaf. Va an Muhammadin, mana va an Muhammad deganimi? Muhammadmi? Shunda bizga o'xshash shunda qaraydi. Shayxonga o'xshash. Lekin Muhammadning yana bir navodir bir rivoyat kelib qoldi. Bu rivoyatda Imom Muhammad dedi: تجوز بجماعة أيضا لما تقدم من الحديث في الصلاة في المطر في باب المريض. باب المريض ده 261 bapda yağmur qattiq yog'ib ketib, yalimi qattiq qulab ketgan chaqda ularning ustida turib namoz o'qish voqealigi rivoyat qilingan bir hadis bor. أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسير فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء فجعل السجود أخفض من الركوع degan. Bu ajraq rivoyat bo'lsa-mu, bunda bir rivoyat bo'lg'achqa, otdan tushmaydigan ahvol bo'lsa, qattiq sababidan otdan tushmay o'qigan ahvolga qiyos qilsak, qo'rqinch holatidami yoki dushmanni qo'g'lab ketayotgan holatda otdan tushib qo'ygacha nima qilsa, mashg'ul bo'lib dushman tashib ketadigan unda ahvol bo'lsa, otdan tushmaydan o'qiydi deb Imom Muhammad bir xil istihson qilgan. Yani shu rivoyatda astahsin deb rivoyat qilgan.
قال والفتوى أنه لا يجوز للمخالفة في المكان. يعني في مذهبte fatva ay zahir rivoyaga asosan berildi mush masalada. Yani bu yerda o'rin birlashmadi. İmamning o'rni bu yerda bir mujahid oyada bir mujahid oyada biz yana 20 metr keyinda bunda bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin fatva mushu zahir rivoya bo'yicha berildi. قال ولا تجوز الصلاة ماشيا. Minibitib namoz o'qish bo'lmaydi. Lekin salatul xavfda biz namoz o'qigan chaqda imomning keyinda jim turdi dedi. Lekin orliqda o'rin olinish uchun muhofazat o'rniga o'tash uchun berib keldi dedi. Buni bir fasl berib kelishga ruxsat qilindi. Lekin namoz o'qiyotib imomning og'i turgan chaqda turib bunda mansub bo'lmaydi. Yani imomning mang'ayotgan masalan bu og'i jamoat mang'ayotganda turib alhamdulillahi robbil alamin deb bunda mansub bo'lmaydi. Chiqsin farqi shu. لأن المشي فعل كثير. قال وخوف السبع كخوف العدو. Hem düşmandan korkuş emas, yer hayvanlardan ve başka işlerden korkuş mu? Okşaş dedim. Listivai ma fil ma'na. Yani xavf degan mazmunda okşaş bular. Walau ra'au sawadan fadannuhu aduwan. Mesela şu ormanlıkta yo'lva sher, anda chilbirlar yetkizilgan bir holatda qo'rqib qilib bularni muhofazat turdigan bunda ahvol bo'lib qolsa, ayni salatul xavf o'qisi bo'ldi demoqchi. Lekin endi ba'zi ulamolar yo'q, bu salatul xavf urush sharti xos deyish mumkin. Mesela İmam Şafii rahmetullah alayh. وَلَوْ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا. Jiroqdan bir narsaning kelayotgan qarasini ko'ribdi. Dushman bo'lishi mumkin deb o'ylab, fasallau salatul xavfi fakana bilan. So salatul xavfni o'qibdi. O'qib bular qarasa, bular tugil ekan yoki yo'ishakli ekan. Jazat salatul imami xossa. İmamning namozi esa bu. Chunki imom menga berib kelmagan. Shuni joyda turib o'qish nima? Boshqalar menga berib kelgan bo'lgan ekan, uning namozini qaytadan o'qiydi dedi. لأن المنافية وجد في صلاتهم خاصة. Çünkü namazı zıtlıdan şerkat berip kilish cemaatning namozida tepildi, imomning namozida tepilmadi dedi. قال باب الصلاة في الكعبة. Yani Kabe'nin içinde namaz o'qish masalasi. قال يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها. Farz ve nafil namazlarni Kabe'nin içinde o'qish joiz. Kabe'nin ustida o'qishim bo'ldi. لقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Muş ayet mi? Beytimni şu kishilarga farqligan degan bo'lgan ekan, shular beytimni namoz o'qish degan mazmun bor. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت بين ساريتين وبينه وبين الحائط مقدار 3 أذرع. 3 أذرع yani şu 1,5 metre yakın, 1 metre 30 santimetre yakın bir narsa. Yani sahabe kiramlarning o'tirda ixtilof bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kabe'ning ichiga kirgancha namoz o'qidimi, o'qimadimi der. Ibn Abbos radhiyallohu anhu o'qimadi deyish mumkin. Bilal yoki Ibn Umar radhiyallohu anhular bular o'qidi deyish mumkin. Marvayatda Ibn Umar namoz o'qidi, oldi tamga 3 gal orliq qolganda debdi. Ikki turikni o'tirdi o'qibdi. Ana o'sha o'qiganligi Rasulullohning biz shu namozni o'qisak joiz bo'lganligini ko'rsatdi. ولأن صلاة استجمعت شرائطها فتجوز. Yani bir tarafta akli delil bu namaz hem şartlarına to'liq jamlagan bir namoz. Sharti to'liq bunun. Lekin joiz bo'ldi. والاستيعاب في التوجه ليس بشرط. Kabe'ga qiblaga yuzlangan chog'da Kabe'ning hamma tarafiga to'liq qarash shart emas. Bir tarafiga yoki shu tarafga qarasimi joiz bo'ldi. وعليه الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. ياكي بعد كتابه وعليه إجماع الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. Asr saadetin ajr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe kiramlar yaşayan şu birinci devirden tartib ta ki bugünkü günge kadar Müslümanlar muşunda icma qilib kelgan masala bu. Kabe'nin içinde namaz o'qish bo'ldi. Sonra Hazreti padişahlığa ispirdi namaz o'qishdi. قال ولأن القبلة اسم للبقعة والهواء إلى السماء. Yani bir taraftan bu kıble degan aş qara to'tbucak binoning ismi emas bu. Aş bina joylashgan shu o'rinning ismi. Yani
qa'riga qadar, osmonning qa'riga qadar shu orliq, shu havo bo'shlikda shu qibla deymiz. La nafsul bina ala ma zikrna. Biz yuqorida bir bobda shuni bayon qilib o'tgan. Masalan, shu Ka'bani shunday ham qarab qishlanmani yo'tkab bilan boshqa qo'yib qo'ysa, biz oxirga qarab o'qimaymiz. Ya'ni shu burunqa qo'lvatga ozgal qarab o'qiymiz. Nima? Shu o'rin, ammo u bino emas. Va kada law salla ala Abi Qubays jaza salatuhu lima bayyana. Shundaqlam Abu Qubays tekka chiqib namoz o'qib qolsa-mo, namozi hisob. Lima bayyana degan shu li'anna al-qiblata ismun lil-buq'a degan gap shu. Abu Qubays tag'i Ka'baning uduldiga, Ka'baning egizroq bir tog'. Mush tog'ning ustida o'qib qolsa, endi hozir bu tog'ning o'rnida egiz binolar bor, necha qavat. Shirkati Makka deymiz, Vaqf Umar deymiz, podshohning bir qasri bor. 20-30 qavat o'rlab ketgan binolar bor. Ash binolarda turib, 20-qavat, 30-qavat turib namoz o'qib qolsa, Ka'ba yerda, bu yer bo'lsa, ustiga udiltilgan bo'lsa-mo, bo'ldi deydi. Chunki Ka'baning mana, Ka'ba bunda bo'lsa, bunda osmon qadar bunda chiqqan havo, o'sha bo'shliq hammasi qibla hisoblanadi. Va ma warada min an-nahy an zalik mahmulun ala al-kirahati. Mushahda Ka'baning ustiga chiqib namoz o'qisa, o'g'isi chiqib namoz o'qisa makruh bo'ldi deganda cheklamaklik kelgan bir rivoyatlar bor. Aziz rivoyatlar. Masalan, Ibn Majah rivoyat qiladi, naha as-salata fi sab'ati mawatin deb shuning qatorida al-mazbala wal-majzara va qari'at at-tariq va fawqa al-Ka'ba deb kelgan. Al-mazbala wal-majzara wal-maqbara va mahajjat at-tariq va fawqa al-Ka'ba degandek o'rinlarni sanagan. Tirmizining rivoyatida va zohir baytullah degan. Hali munda bir rivoyat kelgan bo'lsa-mo, bu aziz rivoyatlar makruhlikni bildirdi. Va nahnu naqulu bihi lima fihi min tark at-ta'zim. Ka'bani ulug'lashda toza joyi bo'lmaganlikdan adabsizlik o'rni bo'ldiga sho'g'lashga biz makruh deymiz buni. Lekin namoz hisob. Makruhlik bilan namoz hisob bo'ldi deydi. Faysal rahmatullohi alayhi shu Sapatig'ining tuyidagi egiz tag'ir bir qasr bor. Shuni Saudiya hukumati sog'an chog'da va qasrga marhamat qilishda tayyorladi degan chog'da unda qarablam u Ka'badan egiz bo'lib ketgan tushmayman deb shu qasrda yotmagan. Edepsizlik oldu da. Qala fa in qama al-imam fi al-Ka'bati wa tahallaqa al-muqtadun hawlaha jaza. İmam Ka'baning ustida va tahallaqa al-muqtadun hawlaha, yani xarij al-Ka'ba demek. İmam tuğanca Ka'baning ishi. Ham jamoat Ka'baning sirti tutdi. Bunda turib qolsa joiz deydi. İza kana al-bab maftuha. Ka'baning ishini ochib qo'ysa bo'ldi. لأنه كقيامه في المحراب في غيره من المساجد. Çünkü bu başka mescidde aletli mihrab çıkırdı, onda imam işi direkt durduğun. Şuna okşaş bir ahval. İşkoş koşmayla. Ve in kanu ma'ahu jaza. İmam bilan Ka'baning işida bulab qolsa jamoat mayli. لأنه متوجه إلى الكعبة إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام لأنه تقدم على إمامه. Taqadlam imamning yuziga orqani qilib turgan bir odam bulab qolsa turishda bu joiz bo'lmaydi. Ammo imomga qarab turgan bo'lsin, imomning beqinda tursin, imomning orqani qilib turgan bo'lsin, masalan, ya imomning beqini qarab turgan bo'lsin, qanday tursa mayli. Faqat bir ahvolda imomga orqani qilib turgan bo'lsa, yani imomning oldiga kirib olgan ahvol bo'lib qolsa, bo'lmaydi. قال وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته. Endi o Ka'baning sirtiga. Ka'baning sirtida hozir shu namoz o'qisa, imom bir yer turdi, atrofidan jamoat maydonni to'ldirdi. Ka'baning atrofiga shunda chambar hosil qilib turdi. Ayna tursa bo'ladi. Ham bunda imom bilan udullik jamoat yuzma-yuz turib qolgan ahvol bor. Bir-birini qarshib turgan, ya mayan qarshib turgan, unda qarshib turgan ahvol bor. Mayli deydi. Hakada tawaratan nasu salata fihi min ladun Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam ila yawmina hada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridan tortib hozir qadar musulmonlar jamoati shu Masjid-i Haramda mushunda namoz o'qib kelgan. Davomga bu yo'lliqda ishlaydi. Wa man kana minhum aqraba ila al-Ka'bati min al-imam jazat salatu idha lam yakun fi janibin. Ba'zilarida imom masalan Ka'baga 10 metr orliq qo'yib imom bo'lib turgan bo'lsa, jamoatdan shunda aylanib yan tarafida turgan jamoatdan bizsa Ka'baga 5 metr orliq qo'yib turgan bo'lishi mumkin. Ama Ka'baga imomda yaqinroq turib qolganlar bo'ldi.
Yani burada ahvalda imamның beqinda tuğan, yendi tuğan adam bolmasa ham, ah tarafda tuğan adam bolsa meyli buldu. Ama imamның yendi turib, imam 10 metr qayada, bu aldığıç bilan 5 metr aralıq qoyup turasa bolmaydı. لأنه حينئذ يكون متقدما عليه. Çünkü bu ahvalda bu imamның aldı kirib algan boldu. لأن التقدم والتأخر إنما يدار عند اتحاد الجانب. Çünkü aldı kirib aldı ya kendi tutdu degan gap yan turgan çağda andın o'tirishdi shunda belgili bo'ldi. Lekin yanmayan turmagan ahvolda a tarafida bir javob tursa, oldin kirib oldi yoki keyin turdi degan masala o'tirib chiqmaydi. Amma 'inda ixtilafihi fala. Yani masjidlar. Bo'lmaydi. Bu masjid harammi? Ka'baning hamma tarafı tura oladigan bo'lgan shunda. Boshqa yerda bir taraf bilan uzilgan bo'lg'achqa bo'lmaydi. Kabe'nin uyusida ve Kabe'nin başka binada Kabe'nin kadar igiz turgan yerde. Manda 20. qavatda o'qisa buldu dedik o. Kabe ve qari bina ve past qoladi. Bu adam izlensa ve Kabe'nin ustidagi havo uzlandi. Lekin shu havomi shu qibla hesab bo'ldi. Haramning ikkinchisini agar Kabe'dan shu nima bo'lsa, igiz bo'lsa, yani bir mazhabda karaha bor. Ma fihi min tarki ta'zim. Qasrda o'qib qolsa, haram imomi ixtilof qilsa, bu birinchidan igizga o'qiganlikdan karaha bo'ldi. İkinciden bu cemaat tutashmaydigan ahvollar bor ba'zida. Adam azg'agan chog'da qasrlar masalan arliq meydan baka bu qasrdan chiqishganmay shu qasr bilan namoz o'qisa arliq tutashmagan bo'ldi o chog'da jamoat qatnashmagandek bir ahvol. İki tarafdan bo'lmaydi. Tutashgan chog'da mayli bo'ladi. Shikasa. Shu bo'lmaydi, tutashmasa bo'lmaydi. Mayada Hanefi mazhabda kiraha degani kiraha tahrimiya udul shuni tushundirdi. Biz mana ixtiyorning bosh tarafini oldirmay to'xtalib azozini o'qigan. Bundan keyin sal jiqsiq o'qishimiz mumkin. Ba'zi bir tushunmay qolgan yo to'xtalsak, lekin qag'namman tushunib ketsa buni. Sal out tushun biraz kibat artura o'qishimiz mumkin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.